Uzdul PHP dersidagi 18-ci qism PHP hüccət yollaş. Hüccət yollaş sallaq uçur cədvəli quruş, işlətgücü abonentinin hüccət yollaş məşğulatı arqılıq tor bekatının lazımdırğa yerlikdən hüccət yollaş məşğulatını göstərdi. Bununla biz adətmə bu form xətt küçüdki instype xarakter arqılıq uçur cədvəlini yollağanda qaysı xil kəməsmə tipini tanlaydıqanlığını belgiləyimiz. Sallaq uçur cədvəli ikilik sistemindəki sallaq uçurunu işlətkəndə multipart yan sızıq form date qiymetini işlətişki buldu. Məsələn, bu yerdə hüccət yollashqa nisbətən bu yerdəki instype maqamatiga formniki maqamat bergan bo'lsak, bu yerda deyilgan uniki buniki actioni upload file php hüccətga yo'llangan bo'lsa, uniki biz bu yerda hozir input xatishdagi type xarakter qiymatini file bo'lgan kirgizishni hüccət bir taraf qilish deymiz. Şunu bu yerdikisi bu yerda label for file type qismini file deb olgandan keyin bu yerda ko'radigan bo'lsak, buniki unumi kodning yana bu yerda hujjat nomi, bu yerda hujjatni tanlang, undan keyin bu yerda yo'llang degan bu yerda tanlash chiqqandan keyin bu yerda biz bu dars degan qismni yo'llasak, hozir dars tanlandi. Andan keyin abonentning hujjat yo'llash mashg'ulotining bexatarlik xavfi yuqori bo'lg'achqa cho'qim ishonchli abonentlarning ishlatishga yo'l qo'yish kerak. Ikkinchisi yo'llash tek kod qurish, ya'ni upload file hujjat orqali amalga oshirdik. Bu yerda upload filening mazmunini qaraydigan bo'lsak, bu hujjat agar yo'q bo'lib qolsa, bu yerda bu xatolik uchun bu hujjat normal bo'lgan holatda, ya'ni 0 yuqori bo'lgan vaqtda, ya'ni xatolik uchun bo'lgan vaqtda xatolik uchun ko'rsatish. Agar unda bo'lmasa, bu hujjatning nomi, uning tipi, hujjat cho'ngligi, andan keyin saqlangan o'rni qatorliqlarni bu yerda bizga 4 uchurni ko'rsatib desak, biz oldida uploadniki bu upload htmlniki upload file php hujjatiga yo'llanganligini ko'rgandik. Biz bu yerda dars text degan hujjatni yo'llasak, bu yerda bizga bu hujjatning ismi, aniki tipi, buniki cho'ngligi, aniki saqlangan vaqtli o'rin bo'lg'achqa tmp hujjatida saqlangan. Andan keyin hujjat yo'llash cheklamasi faqat GIF va JPG hujjatini yo'llashga bo'ladigan hamda 20 KB hujjat sig'imida ishib ketmaslik kerak degan cheklamani qo'ymoqchi bo'lsak, misolda mana bu hujjatning tipini GIF, JPG ikki xil rasm, aniki hujjatning cho'ngligi 20 mingdan tuvan bo'lishi kerak deb ikki qiymatni berdik. Mushkil usul orqali bu hujjat yo'llash cheklamasini belgilagan bo'ldi. Andan keyin yuqorqi misollarda yo'llangan hujjatning vaqtli saqlash hujjatini mulozimlikda hosil qildi. Bu vaqtli saqlash hujjati tek kod ijro bo'lib bo'lgandan keyin o'chib ketadi. Shunga bu hujjatni mulozimlikda saqlab qolish uchun uni ma'lum o'rin belgilab ayrim saqlab olish kerak. Ya'ni mana bu yerda ko'ringan stored in degan saqlash qismi, kod qaraydigan bo'lsak, masalan stored in deb buniki saqlash o'rni qismini upload degan bunday ichiga bu yerdan boshlab uploadning ichiga saqlasin deb holatda aniqlanib bergan.